ChatGPT ni jahlini chiqarib qo'yishingiz mumkin. Kelajakda. U sizga nimadir buyruqni berishi mumkin. Mana shu narsani qildim. Qachondir siz o'sha narsadan bosh tortishingiz mumkin. Lekin u sizni parollaringizdan tortib ijtimoiy tarmoqlardagi, balki sizni eski kirdi chiqdi ma'lumotlaringiz, eski korxonangizni mayda-chuyda kamchiliklari va eski tarixda yo'l qo'ygan xatoliklaringiz yoki bo'lmasa salomatligidagi nuqsonlaringizni ChatGPT bilib, uni ommaga oshkor qilib yuborish ehtimoli bor. ChatGPT siz bilan menga o'xshab ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ocha olmaydi deb o'ylaysizmi? Sizdan mendan ko'ra ko'proq ma'lumotlarga ega, aqlliroq bo'lgan tizim bemalol qaysidir ijtimoiy tarmoqqa agar unga ochib berilsa, hozircha dostуп ochilmagan menimcha. Ertaga ijtimoiy tarmoqlarga kirish imkoniyatini ochib bersa bo'ldi, to'lib ketadi. Ya'ni botlar bor edi oldin. U botlarga odam buyruq bersa, qanaqadir vazifani bajarardi. Lekin endi xuddi odam kabi harakatlanadi ular. Buning uchun bitta zo'r case tavsiya etaman. Bitta film bor, qo'rqinchli film. Adashmasam 3 ta soni chiqqan va o'sha narsaga yaqinlashib kelyapmiz. U kinoni oti adashmasam "Убрать из друзей" deb nomlanadi ruschasiga. Shu kinoni ko'rish tavsiya etaman. Skype'da begona odam qo'shilib qoladi. U xuddi sun'iy intellektga o'xshagan odam bo'ladi va bularni hammani tarixini bilib turib, hammani o'limgacha olib keladi.